Dubay aeroportining yonidan o'tyapmiz. Mana ko'rishlar mumkin. Mana yonimizda aeroport. Parvozlar uchyapti. O'zbekistonga ham kuniga 4 ta 5 ta samolyot qatnayapti o'rtoqlar. Shoba Heartlandga kelyapmiz. Dubaydagi eng yirik quruvchi kompaniyalardan biri Shobani ofisiga kelyapmiz. Mana buni yonida Azizi Riviera proyekt. Mana ko'ryapsizlar. Bu proyektlar deyarli tayyor holatga kelgan. Xudo xolasa bu yerda, ya'ni Shobani ofisida bugun mijozimiz bilan uchrashuv bor. Xudo xolasa bularga villa olamiz nasib bo'lsa. Mana yoqda to'g'rimizda Burj Xalifani ko'ryapsizlar, mana. To'g'rimizda Burj Xalifa mana. Mana bu yoqda mana masjidi ham bor. O'zining communityning ichida alohida masjidi bor. Mana. Deyarli bu yerlar tayyor holatga kelib qolgan. Ko'ryapsizlar? Mana Burj Xalifa. Mana o'rtoqlar communityning ichiga ham kirib oldik. Mana Shoba Heartland deyiladi bu yerlar. Qaranglar qanaqa chiroyli joylar. Har safar shu yerga kelganimda maza qilaman ochig'i. Ayniqsa oilaviy yashash uchun ham juda ham zo'r. Mana o'zida hamma infrastrukturasi bilan birgalikda. Mana bu daraxtlar, yashilliklarga e'tibor beringlar. Voy voy voy, yashagan sari yashaging keladi. Mana qaranglar. Xudo xolasa biz hozir bu tomonga ichkariga kiramiz. Proyektlar bilan yana bir bor sizlarni tanishtiraman. 14 mingta. Nimada? MRda 5 mingtadan 6 mingtagacha townhouse va villalar. Bizda 2 mingtasi xolos. Demak, ko'proq eksklyuziv bu proyekt. Tushunarli. Ya'ni limitlangan produktlar. Shobani bilasiz, faqat limitlangan proyekt chiqadi. Men sizga dokumenti bilan sotaman. 50 etaj, ground floor bo'ladi, birinchi qavat. O'zimizdagi bayda ground floor deyiladi-da. O'shandan keyin 50 etaj qurishingiz mumkin. Nima qiladi ko'p quruvchi kompaniyalar? Men parkovka quraman, 5 etaj deydi-da, hali 50 etaj 50 etaj emas, 55 etajga chiqarib oladi-da. Shu tomondan ham yutib qoladi. Ham parkovkani yer ustiga qilsa, dizayni chiroyliroq bo'ladi. Investitsiya bu hukumat investitsiya qilyapti turgan joy hisoblanadi aka Dubayda. Hukumat. Chunki hukumat o'zi investitsiya qiladi-da. Oldin hukumat masalan Dubai South, GVC rayonlariga, Dubai Hills rayonlariga qilinganda, men bu joylarga oldin investitsiya qilgan. Milliardlab pul tikkan, yo'llar qurgan, maktablar qurganda. Hozir men bu joyda joylar nima deb ataladi hozir endi? GVC bor, GVT bor, bayda Arjam nimalari bor. Keyin men bu joyda katta villalar bordi. Bu joylarga yo'llar qilib, Motor City, Sport Citylar bordi. Hozir nima bo'lyapti? Hukumat oldin men bu joylar sotuvga chiqmaganda, prosta arendaga berilgan. Restoranlar yoki qandaydir aliga garajlar yoki parklar qurilgan ijtimoiy nima uchun. Hozir hukumat men bu joyda yo'ldan bu tarafini o'sha savdoga chiqardi. Bu joyga hozir 10 milliardlab dollarda investitsiya kirityapti. O'zi maktab quryapti, o'zi katta-katta yo'llar quryapti-da. Buni bitta isboti, mana shu joy bo'ladigan bo'lsa, men bu joyda aka nima bor? Al-Safani bilasiz? Keyin men bu joyda Resident Complex DLRC. Keyin men bu joy IMG World biladi. Global Village. Bu joy mana shu joygacha rivojlangan, qurilgandi. Biz buni davom etkazib qo'yapmiz. Nimaga? Hozir najilomi bu joyda yashash uchun Global Village nima aka bu? Amerikada Disneyland bo'ladigan bo'lsa, bu Birlashgan Arab Amirliklaridagi eng katta Disneyland hisoblanadi. O'sha pastda 20 gektardan oshiq joyga qurilgan, oilaviy bo'lsangiz bir 3 kunda tugatadigan joy. Men bu Greens'ni bitta bo'limi hisobladigan bo'lsa, mana shu joyda hech bo'lmasam 20 tadan 30 ta townhouse ga bitta park, bitta basseyn, bitta sport saloni bo'ladi. U qayerda joylashgan bo'ladi? Bu men bu joylarda o'rtasida yoki nimani townhouse'lar yonida joylashgan. Mana shu klaster uchun alohida demoqchisiz, Mana shu klaster uchun alohida, chunki men bu joy katta nimaga borish kerak yo'q bularga-da. Ko'chani tashqi sirtidami yo bir zdaniyaning ichida bo'ladimi bu? Mana yonboshida bo'ladi. Yashiringan bo'ladi. Yonboshida bo'ladi, ochiq bo'ladi. Ochiq, basseynlar ochiq, sport nimalar ochiq, komplekslar. Endi ba'zi bir sport komplekslar yopiq bo'ladi, u nimasiga qarab, trenirovka mahsulotlariga qarab bo'laveradi. Parklari bo'ladi, masalan, bolalar o'ynaydiganligi, har xil tushadigan sekanchiqlar, kichkina charpalakchalar bo'ladi. Nimaga? Men bu narsada ko'payib ko'rsatilmagan sababi
o'ta mayda narsa bo'lib ketib qolardida. Ha, Buning uchun to'g'ri. mana bu narsalar katta-kattaroq bo'lishi kerak.